Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Usta Jasur, Farg'ona viloyati Bo'yda tumanida bitkizilgan yangi obyektimiz. Ko'rib turganingizday kajrok qismiga mokriy tarnov va orqa karnizlarining dumaloq karniz qo'yib, tillaranglarini, lolalarni ham chiroyli qilib yopishtirib, 90 gradusli qo'shlarimizni xotirib bitkizib berganmiz kajrok qismlarini va shapka qismlarini rover yulduzchalarida svetlarigacha chiroyli qilib qo'yib bitkizib berganmiz. Akalar endi e'tiborlarni ichkari qismiga tortaman. Ichkari qismiga esa xuddi mana shunaqa qilib darvozaxonasiga kombinatsiya qilib ishlab berganmiz. Darvozaxonasi past bo'lganligi uchun ko'p osiltirmasdan tevaga 0 ga taqab turib, xuddi shunaqa chekkalariga rover gullarini qo'yib, yulduzchalarni yopishtirib chiroyli qilib bitkizib berganmiz. Va akalar ichkari kazirogi 1.25 chiqqan kazirogimizga xuddi shunaqa qilib fasonda bitkizib berganmiz. Orqalariga mokriy dumaloq karniz qo'yganmiz, oldilariga bakavinka va tarnovlarini ham xuddi shunaqa mokriy qilib bitkizib berganmiz. Akalar, sizlarga ham agarda shunaqa chiroyli tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Tagidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli sifatli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Sog' va salomat bo'linglar.